Va nihoyat, barchamiz ko'rishni intiqib kutadigan Chempionlar Ligasining hayajonli va unutilmas play-off o'yinlari ham boshlandi. Nimchorak finalning ilk kuni navbatchi uchrashuvlardan birida Aston Villa Brugge-dan ishonchli hisobda g'alaba qozondi. Yanvarda Villa tarkibiga qo'shilgan Asensio xuddi o'z jamoasini topgandek taassurot qoldirmoqda. Madrid derbisida esa Ancelotti ushbu mavsumda ilk bora Simeoneni mag'lub eta oldi. Chempionatda Realni nekuga solmasin, Chempionlar Ligasida Atleticoning yana oyog'i qaltiradi. Vanda Metropolitanodagi javob uchrashuvi yonishini hozirdanoq tasavvur qilsak bo'ladi. Hali Brahim Diaz Simeonega aytgan so'zlari uchun uyalib qolmasa edi. Niderlandiyada mehmon bo'lgan Arsenal hujumchilarsiz ham o'yinni hal eta oldi. Londonliklar bemalol chorak final haqida o'ylasa ham bo'ladi. Chempionatda omad yurishmayotgan Borussia Dortmund Lilni o'z uyida mag'lub eta olmadi. Fransiyadagi o'yinda barchasi noldan boshlanadi. Ushbu juftlik g'olibi keyingi bosqichlarda balki bizga turnir sensatsiyasini taqdim etar. Ikkinchi kun bizga 3 ta super to'qnashuvni UEFA sharofati bilan bir vaqtda namoyish etdi. Uchrashuvlar orasida intriga anchayin kam bo'lgan bahsda Inter Feyenoordni ishonchli hisobda mag'lub etib, chorak finalga bir oyog'ini qo'ydi. Germaniya klassikosida 6 o'yindan beri Bavariyaga yutqizmay kelayotgan Bayer tishlarini charxlab kelayotgan paytda so'nggi qarama-qarshilikdan yaxshigina xulosa chiqargan Kompani Alonsoni mot qildi. Chempionlar Ligasi madhiyasi eshitilgan zahoti Bavariya qanday ulkan jamoa ekanini eslab qoldi va Bayerga o'z o'rnini ko'rsatib qo'ydi. Lissabon va Parijdagi uchrashuvlar bizga haqiqiy janglarni taqdim etdi. Di Mariasiz Benfica 10 kishi bo'lib harakat qilgan Barselona darvozasiga yo'l topa olmagan bo'lsa, Liverpool darvozasi tomon naqd 29 marotaba zarba yo'llagan parijliklar shunday katta ustunlik bilan ham uchrashuvni boy berdi. Ikkala uchrashuvda ham darvozabonlar o'yin qahramoniga aylandi. Balki Barselona masalani hal qilgandir. Har holda Benfica Ispaniyada qandaydir sensatsiya taqdim eta olmasa kerak. Ammo Parij jamoasi Enfieldda hayot o'yinini o'tkazadi. Ko'ramiz, Arne Slot o'z uyida ham kechagidek o'yin namoyish etarmikin yoki biz hujumkor qizillarni ko'ramizmi? Xo'sh, hamon intriga saqlanib qolgan Madrid derbisi va PSG Liverpool bahslarida kim keyingi bosqichga yo'l oladi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.